Assalomu alaykum. Ismim Jamshidbek. Bir necha yildan beri faoliyatimizda CRM o'rnatish bilan shug'ullanib kelamiz. Va bu davr davomida, umumiy davr 10 yil davomida biz taxminan hisobda 100 tadan ortiq aktiv loyihalarda ishlaganmiz va shulardan kelib chiqib CRM o'rnatishdagi top 5 ta xatoni to'pladik. Va bu xatolarni qilmaslik sizlarga ancha aa, qulaylik keltirib chiqaradi. Nimaga deydigan bo'lsak, bu xatolar ba'zi holatlar juda qimmatga tushadi. Xo'p, qanaqa xatolar deydigan bo'lsak, bu holatni ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda rahbar CRMdan qanday qutuq qo'yishni bilmaydi. Ya'ni rahbarga CRMdagi o'rnatildi ichki funksiyasiga yo kirib ketadi yoki umuman farqi yo'q. Qaysi tanishdan ko'rgan, u tanish yoki raqobatchisi konkurenti CRM o'rnatgan, shu sababli qo'yyapti. Bu to'g'rimi degan narsa yo'q. Biznes tomonlama rahbar 1000 so'm pul berdim, manga qachon 3000 yoki 5000 bo'lib qaytadi degan savolga javob olish kerak bo'ladi va bu instrumentdan keladigan foydani konkretni qilib olish kerak bo'ladi va buni kimdan talab qilaman degan joyda robdan yoki marketingdan talab qilish kerak bo'ladi. Ko'pincha CRM bu shaffoflik sistemasini hisoblanadi. Har bitta menejerni nima qilayotganini ko'rsatib beradi. Keyingi bo'ladigan narsa rob CRM sistemasini tushunmaydi. Ya'ni CRM o'zi sotuvchi bo'lib keyin roblikka ko'tarilgan aksariyat odamlar CRM sistemasidan qanaqa foydalanish kerakligini, uning funksiyalari ba'zilari har kuni, har soatda o'zgarishi kerakligini bilishmaydi va uni bilishgunlaricha bir qancha muddat ketadi va bu biznes egasiga minusiga ishlaydi, chunki uni o'rganish uchun pul to'lagan hisoblanadi. Aslida u qanaqa bo'lishi kerak, o'zi o'rganishi kerak bo'ladi. Va keyingisi sotuvchilar kunlik raqamlarni ko'rishmaydi. O'zi zo'r sotuvchi nima deydigan bo'lsak, o'zi zo'r sotuvchi kunlik отчетlarni ko'rib boradi. Kunlik nechta звонок qildim, nechtasi muvaffaqiyatli bo'ldi, necha minut gaplashdim, necha minut aktiv gaplashdim va nechta mijozga uchrashuvga taklif qildim yoki nechta mijozga sotdim. Kunlik raqamlari xuddi shunaqa ko'radigan sotuvchi bu ideal sotuvchi hisoblanadi. Lekin O'zbekiston sharoitida bironta sotuvchi hali bu darajaga yetgan deya olmaymiz va aksariyat holatlarda o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Rahbar "Men mana bu narsani xohlayman" deb u sotuvchilardan talabni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Endi keyingi etap bu sotuvchi kunlik hisobotlar yuritilinmaydi. Ya'ni sotuvchi o'zi yuritishi kerak va bir nechta sotuvchilar bo'lsa, общий kartinani ko'rishi kerak bo'ladi biznesmen. Ya'ni bugun umumiy nechta kol bo'ldi va nechta sotuv bo'ldi. Bu sotuv tushayotgan lead narxi qancha bo'ldi va bitta lead CAC o'rtacha qancha bo'ldi degan savollar konkretni javob olish kerak bo'ladi. Bo'lmasa nima bo'ladi deydigan bo'lsak, prosta bozor ushlab turgan bo'ladi va bozorda kimdir lider bo'lib kelsa, ertasiga prosta savdo tushib ketadi. Chunki ular raqamlarni konkretni ko'ra oladi va konkretni kim nima ish qilish kerakligini belgilab berishgan. Keyingisi mijozlarga vaqtida javob berilmaydi. Bu odatiy holatlarda bu mana shu sababdan ham CRM qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin buni nazorat kontrolga olinmagan. Ya'ni kunlik nechta исходящий haqida gapirmayapman, исходящий haqida gapiryapman. Nechta исходящий звонок bo'ldi va shundan nechtasiga sotuv qilindi degan savollarga konkretni javob olinmaydi. Bular bo'lmasa muammolar keltirib chiqariladi. Va bundan ham tashqari bonus 5-chi, 6-chi xato sifatida olsanglar bo'ladi. Rahbar hamma ishni o'zim qilaman deb CRM ham o'zi o'rganadi, targetni ham o'zi o'rganadi, undan tashqari boshqa funksiyalarni ham o'zim o'rganaman deydi va faktichески vaqti yetmay qoladi u ishlarni qilishga. Xo'p, agar siz rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, xodimingiz yoki o'zingizga biz
o'rgatishimiz mumkin. Faqat bu начальный etapda o'rgatiladi. Rahbar biznes boshlang'ich etapda bo'ladigan bo'lsa, biznes boshlang'ich etapda bo'lmasa, biz sizlarga qaysidir xodim topib berib, uni o'qitib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni rahbar hamma ishni qilish kerak degan joyi yo'q. Agarda sizga CRM kurs haqida ma'lumot olish qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda havola mavjud. O'sha orqali ro'yxatdan o'ting va menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumotni berib o'tishadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Ro'yxatdan o'tish tugmasi pastdan olasizlar.